Mana endi Dubay, yangi Toshkentda xudo xolasa emas qurilayotgan villalar taxminan $2 million atrofida sotilishi ko'zda tutilyapti. Bu umumiy yangi Toshkentning birinchi bosqichini maketi. O'tgan bitta video obzor qilganimda ko'pchilik shunaqangi katta proyektga masjid sig'madimi deb so'rayotdi. Mana yon-yon ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi masjid. Ichkarida yana shunga o'xshash masjidlar soni juda ko'p. Xo'p, yana bitta e'tibor qiladiganimiz nafaqat O'zbekistonda, balkim O'rta Osiyoda eng katta park shu joyda quriladi. Xo'p, bu yerda yana ko'rayotgan bo'lsanglar Disneyland. Bu ham maketda kichkina-yu, lekin juda katta gektarga quriladi. Xo'p, undan keyingisi bu ham xuddi shunaqa, ham O'zbekistonda, ham O'rta Osiyodagi eng katta 55 ming kishilik stadionni ko'rinishi. Yonida mana bu 575, ya'ni 600 metr atrofida quriladigan binomiz va uni oldida ko'rayotgan bo'lsanglar fontan. Fontanning balandligi taxminan 200 metr atrofida balandlikda bo'lar ekan. Biz turgan joyimiz mana shu Воздушный shar turgan joyda turibmiz, ya'ni markazlardan birida. Mana shu imorat va maket shu hududda joylashgan. Shahar juda bir boshqacha ko'rinishda. Bilmadim, Dubayda menimcha hech qanaqa qolishadigan joyi yo'q. Ko'p aytamiz shu hududlarga investitsiya qilinglar deb. Hali ham o'sha gapimiz gap. Qaranglar, ertaga bu ko'rinishga keladigan bo'lsa, hozirgi narxidan kamida 10 barobar, balkim undan ko'p oshishi mumkin. Mana o'sha hozirgi oxirgi kundagi rosa trendga chiqayotgan villalar. Har bittasining orasida mana bu shu ko'rinishda chiroyli suv oqadi. Shahar ichida metrolar soni juda ko'p. Mana metro liniya ko'rayotgan bo'lsanglar, mana metroning o'zi ham ko'rsatilgan. Dahshatda eng asosiy markazlardan biri shu bo'ladi. Xo'p, mana bu burchakimiz o'sha yangi O'zbekiston bog'idan kelish Tabratskiy deyiladi. Chapga Bochkaga, o'ngga Bardanko'rga ketiladigan asosiy yo'limiz. Shunaqa o'rtoqlar.